Assalomu alaykum, qadrli YouTube obunachilari va kuzatuvchilari. O'tgan safar siz bilan fikrlar lokatsiyasida bugungi kun erkagining orzusidagi ayol, bugungi kun ayoli haqida suhbatlashgan edik. Bugungi fikrlar lokatsiyasini ikkinchi sonida sizlar bilan abyuzer ayollar va abyuzer erkaklar va ularni ta'sirida vujudga kelayotgan munosabatlar. Umuman olganda mana shu tushunchalarni jamiyatda juda ko'p eshitamiz, lekin mana shu tushunchalar ta'sirida qanchadan qancha insonlar ruhiy azobda yoki juda ko'p kechinmalarni boshdan kechiradi va bugungi suhbatimiz ham siz uchun foydali bo'ladi degan umiddamiz. Assalomu alaykum. Assalomu Xush alaykum. kelibsizlar. Assalomu alaykum. Bugungi mehmonlarimiz bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Kaklik Oltiyeva, oilaviy psixolog, xush kelibsiz. Nargiza Matmurodova, psixosomatolog, psixolog, xush kelibsiz. Shahzodaxon, bugungi podkastimizga xush kelibsiz. Ayollar psixologi va bolalar psixologi. Bugun sizlar bilan shu haqida suhbatlashmoqchiman. Masalan, hozirgi vaqtda sir emas, shunaqangi mavzular ko'p ko'zimga tashlanadiki, hozir qayerga qarasangiz, ayol kishini ko'nglini olish mavzusi. Qayerga qarasangiz, ayollar ayolni ko'ngli qolsa, erkak kishidan mana bu holatga yetib keladi. Ayol e'tiborsiz qolib ketsa, mana bu holatga yetib keladi. Ayol deylik o'sha munosabatlarda erkaklar bilan qaysidir vaziyatlarga to'g'ri kelsa, ayolning ruhiyatida mana bu iztiroblar ketadi. Ayol kishi xiyonatdan keyin bu holatga keladi. Doim ayollar markazda. Lekin shu bilan bir qatorda erkaklarchi? Erkakning ham ko'ngli qolishi mumkinmi? Erkakning ham ko'ngli sovuq qolishi mumkinmi? Erkak ham xafa bo'lishi mumkinmi? Biz ko'pincha erkaklarga shunday taqiq qo'yamiz. Siz erkak kishisiz yoki sen o'g'il bolasan, erkaksan, yig'lashing mumkin emas, hissiyotlaringni jilovla, qanaqa bolasan, qanaqa erkaksan. Biz doim ularni bloklashga urinamiz. Yoki bo'lmasam yana bir shunday qarash borki, ayollarda erkaklarga nisbatan o'sha qutuvlar holati ko'proq. Erkak kishi qilib berishi kerak. Erkak kishi turib berishi kerak. Erkak kishi harakat qilishi kerak. Hamma jabhada. Lekin ular ham balki oddiy inson ekanligini tushunishimiz kerakdir. Shu haqida fikringiz? Endi erkaklardan haqiqatan ham kutuvlarimiz ko'p ayol sifatida, lekin ba'zida biz unutib qo'yamiz, erkaklar ham haqiqatan uni ham ichida bir kichkina bolakay bor. Bir paytlari xafa bo'lgan, kaltak yegan, gap eshitgan, yig'lash mumkin emas deyilgan yoki ko'p talablar qo'yilgan. Va bu narsa ba'zida erkaklarni katta bo'lganda ham shaxsiy hayotida xafa bo'lib arazlab oladigan odatga yoki boshqa ichida alamzadalik yig'ilib, ayollarga nisbatan norozilik, hattoki nafrat bo'lib, zo'ravonlikkacha ham olib borishi mumkin. Har xil vaziyat kelib qoladi-da. Bunaqa paytda endi biz to'g'ri ayollar tomonida bo'lamiz, ayollar ojiza deymiz, zaifa deymiz. Lekin erkaklarni ham haqiqatan qaysidir hayotiy vaziyatlardan keyin paydo bo'lgan qalbidagi jarohati kimdir ko'tara oladi bu narsani, kimdir ko'tara olmasligi mumkin. Ularni xarakteri o'zgarishiga ham olib kelishi mumkin. Ba'zilar haqiqatan ham arazchi bo'lib qoladi, ayol kishidan xafa bo'ladi, kutadi. Ayniqsa ayol kutuvlar haqida gapirsa, sen menga nima qilasan, menchi deydi, meni xohishlarimchi deydi. Shunaqa konfliktga olib keladi bu narsa. Yoki boya aytganimdek, erkak ichidan xafa, alamzada bo'lgani uchun ayollarga qarshi bo'lib qolishi ham mumkin. Masalan, shunaqa holatlarni hayotda kuzatamiz. Ayollar ko'pincha murojaat qilishadi. Meni turmush o'rtog'im men gapirsam menga jahl qilib muomala qiladi. Men unga gaplashmoqchi bo'laman, lekin negadir u menga gaplashish uchun qandaydir bir imkoniyat bermaydi degan holatlar kuzatiladi. Mana shunday gapirmaydigan yoki jahlini ko'rsatadigan erkaklar bilan qanday muloqot qilish kerak?
Bunday erkaklardayam o'tirib o'ylab qarasak, ularniyam bolaligida ko'proq solishtirilib o'stirilgan bolalar ham kelajakda xuddi shunaqa bo'lishi mumkin-da. Biron bir o'rtog'i bilan bitta joyda o'qiganida yoki maktabda "San baba bu ishni qilolmaysan, bu bola yaxshi, kelajakda ham sandan zo'r odam bo'ladi" deb unga solishtirilgan bo'lsa, bu bolalar o'zini o'rnini yo'q deb hisoblaydi va kelajakda ham shunaqa birorta odam bilan muloqotga kirish paytida o'zini o'rnini topolmay qiynaladi. Hattoki ayoli bilan ham, ayol u bilan dildan suhbat qurgisi kelsa ham, u hozir man shunga man nimadir desam, yoqmaydigan gap gapirib qo'ysam, xuddi ota-onasi unga tanbeh bergan bolaligida ayolim ham xuddi mana shunaqa fikrda menga javob qaytarsachi degan ma'noda ko'pchilik erkaklar ayoli bilan muloqot ham qilolmaydi deb o'ylayman. Shunda ayollar turmush o'rtog'ini uyga kelganda xursand bo'lib kutib oladida. Hozir hamma gapni dildan suhbat quramiz deydi, lekin er shunda uyga keladi, u nimadir demoqchi bo'lsa eshitishni xohlamaydida. Bu holatda ayolni ko'ngli sinadi. Nimagadir deydi, mani deydi erim menga ahamiyat bermayapti deydi. Yoki boshqa birovni topib olganmikan degan xayolga ham keladi ayollar. Siynavlash. Keyin erni orqasidan telefonni titkilashni boshlaydi, kuzatishni boshlaydi. Demak deydi buni hayotida mendan boshqa ayol bor deb o'zini ham ruhiyatini sindiradi. Eridan shubha qilib, erini ham ruhiyatini sindiradida. Bunday holatlarda o'sha bolalikdagi travmani hisobiga oilada bir-birini tushunmasdan hattoki buzilib ketishlar ham bo'lyapti-da. Bir-birini tushunmasdan suhbatlasha olmayotganda. Hozir ko'pchilik oilalar mana shu bir-biri bilan suhbat qura olmayotganidan ham ajrimlar soni ko'payib ketyapti. Albatta, albatta. Bolalik travmalari. Bu so'z juda ham keng tarqalgan so'z. Jarohatlar, travmalar, bolalikka ko'p narsa bog'liq deb aytiladi. Haqiqatdan ham insonni hayotiga razm solsangiz, har bir narsa xotiradan kelib chiqadi, to'g'rimi? Xotirada bori bizni keyingi hayotimizda dastur vazifasini bajaradi. Va ko'pincha mana shunaqangi qahri qattiq, deylik o'sha ayol kishini mensimaydigan yoki qadrlamaydigan, yaxshi ayol bo'lsa ham unga yomon bir munosabatni bildiradigan holatdagi abyuzer erkaklar qanday shakllanadi? Bunaqa abyuzer erkaklar, abyuzer inson tug'ilganda abyuzer bo'lib tug'ilmaydi. Shakllanadi. Yoshligidagi o'sha travmalarni hisobidan, yoshligidagi o'sha solishtirishlarni hisobidan yoki mana ona tarafdan ona o'zini farzandini shunaqa abyuzer inson qilib shakllantirib qo'yadi. Mana onani shakllantirishi, farzandini tan olmasligi, boshqa farzandlariga solishtirishi va nimadir ish qilsa, "Sen baribir uddalolmaysan, voy sen shuni baribir qilolmas eding, man bilardim qilolmasligingni" deydi. Ba'zi bir holatlarda otasi ham shakllantiradi. Otasi qanaqa qilib shakllantiradi deydigan bo'lsak, otasini onasiga qilayotgan muomalasi, qilayotgan munosabati, qo'l ko'tarishlari, o'tkazayotgan bosimlari, mana shularni ketidan farzand abyuzer inson bo'lib kelajakda shakllanadi va uni yoshligidagi o'sha ko'rib kechirgan hayoti kelajagi uchun shunaqa dasturlashtirilib, o'zi ham xuddi shunaqa ssenariy asosida abyuzer inson bo'lib shakllanib, ayoliga nisbatan ham abyuzniy отношенияларni o'zi ham qo'llaydi. Abyuzer insonni belgilari qanaqa bo'ladi? Faqat ayollar jabr ko'radimi abyuzer erkaklardan yoki abyuzer ayollarni ham belgilari haqida gaplashamizmi? Abyuzer haqiqatan ham abyuzer erkaklar ham bor, ayollar ham bor. Chunki abyuziv munosabatlar bu faqatgina jismoniy munosabat emas, bu yerda ruhan ezish bo'lishi mumkin. Ya'ni ruhiy zo'ravonlik, jismoniy zo'ravonlik, moliyaviy zo'ravonlik ham bo'lishi mumkin. Chunki ba'zi insonlar pul bilan manipulyatsiya qilishi mumkin. Ayniqsa erkaklar ayolini puldan siqib va nazorat qilishi, juda ham bir kuchli nazorat qilishi mumkin. Bu ham baribir abyuziv отношениyaga kiradi. Ayollar ham bo'lishi mumkin. Endi ayollar erkakni urmasligi aniq. Bu ayollar ruhiy zo'ravon bo'ladi-da. Albatta. Ruhan ezishi mumkin. Qanaqa eziladi? Birinchidan passivniy agressiya bo'ladi. Erkakni siz ham erkakmisiz? Palonchini qarang, palon narsa qilibdi. Siz qilib bermadingiz, mani aytganimni qilmaysiz, mani yaxshi ko'rmaysiz, mani hurmat qilmaysiz. Xullas,
solishtirish ham bo'lishi Sizga mumkin. tegib nima Nima ko'rdim? Baxtli qilaman deb va'da bergan edingiz. Mana Aynan uni shunaqa. o'sha nozik joylariga zarba Zarba. berish ko'rinishida. Shunaqa ruhiy zo'ravon bo'lishi mumkin ayol kishi. Qaysi biri xavfliroq? Abyuzer ayolmi yoki abyuzer erkakmi? Endi abyuzerlarni hammasi ham ikkinchi tomonga zarar yetkazishi aniq. U ruhiy zarar bo'lishi mumkin, jismoniy zarar bo'lishi mumkin. Hammasi ham abyuzer o'z nomi bilan. Lekin ruhiy zo'ravonlikni hamma ham his qilmaydi. Ya'ni tashqaridagilar buni ko'rmaydi. U oilani ichida ketadi. Erkakni ezayotgan ayol ham ichkarida hamma narsa yuz beradi. Ba'zida bo'lishi mumkin ayol ruhan ezganni hisobiga erkak qo'l ko'tarishi ham mumkin. Chunki erkaklar ayolni tili o'tkir, erkaklar uni gap bilan yenga olmasdan kuch ishlatishiga to'g'ri kelishi ham mumkin. Kim aybdor? Tashqaridan qarasa erkak Erkak aybdor bo'lib qolishi ham mumkin. Haqiqatdan ham bu narsani tan olish kerak, bu bor. Endi abyuzerlar boya aytdik shakllanadi. Buni tushundik. Lekin mana shu joyda abyuzerlarni bu yoqda hech kimni oqlash ham, muhokama qilish ham kerak emas. Bitta narsada abyuzer, manipulyator, narsist insonlar bu manipulyatsiya qilganda bir krючокка ilintiradi-da. Unga ham krючокi bor odam to'g'ri keladi-da. Abyuzer odamga jabrdiyda bo'ladigan odamlar to'g'ri keladi, empat insonlar. Agar inson sog'lom bo'lsa, hech qanaqa muammosi bo'lmasa uni ilintira olmaydi abyuzer. Mana shu narsaga e'tibor berish kerak. Biz bu yoqda aybdorni qidirmayapmiz. Albatta. Bu bir tushunish uchun-da, buni ayollar ham tushunib olishi kerak, erkaklar ham tushunib olishi kerak-da. Shu yerda bitta savol bermoqchiman. Mana shunaqa holat bor. Ya'ni mana misol uchun ayol bildi turmush o'rtog'i abyuzer ekanligini. Endi men bu abyuzer erkak bilan yashayotganimni bilib qoldim va bu inson bilan men qanday munosabatimni davom etishim kerak? Ajrasha olmayman. O'rtada bolalar bor. Lekin u ruhiy zo'ravon. Menga o'sha moliyaviy holatda yoki bir emotsional holatda yoki kuch ishlatish ko'rinishida bosim beradi. Bu inson bilan qanday ishlashim kerak yoki xafa bo'lmaslik uchun nima qilishim kerak? Mana bu vaziyatda qanday yo'l tutsa bo'ladi? Bunday holatda endi oilani saqlab qolish uchun ayol ham erkak ham harakat qilishi kerak. Endi ko'proq ayollar harakat qilishi kerak deb o'ylayman. Ilm olib, o'z ustida ishlab, u ham chunki abyuzer bo'lib tug'ilmagan, hayotda shunaqa travmalardan yiqilib mana shu holatga kelib qolgan. Ayol kishi endi o'shani sog'lom qabul qilib, uni yomon tarafini ham yaxshi qabul qilib, oilada sog'lom muhitni o'rnatsa bo'ladi. Lekin bizda ko'pincha teskarisi ketadi. Abyuzer erkak bo'lsa, ayol uni boricha qabul qilishni xohlamaydi. Mani erim abyuzer bo'ldi, men ajrashaman, bu bilan yasholmayman. Mani hech kimga qo'shmaydi, rashk qiladi, uradi. Oddiy ovqatda o'tirsam, ovqat yeyishga endi o'tirganimda nimadandir ayb topadi. Men bu uyda o'zimni o'rnimni topolmayman, yasholmayman. Shuning uchun bo'ldi, nechta bolam bo'lsa ham ajrashaman deydigan qo'shtirnoq ichidagi ayollar ham bor. Lekin xuddi mana shunaqa holatda, yo'q, men shu oilada oilamni buzishim kerak emas. Men o'zimni tarbiyalayman, o'zimni borimcha qabul qilaman va erimni ham o'zim to'g'irlaganimdan, o'zimni ichki hissiyotlarim to'g'irlaganimdan keyin albatta erim ham shu yaxshi yo'nalishga o'tadi deb chidab oilasini saqlab qolgan ayollar ham bor. Chidash o'zi nima degani? Masalan, bizning mentalitetimizda chidamoq so'zi ko'p ishlatilinadi. Masalan, o'sha qo'l ko'tarsa ham, boshqa bir og'ir zo'ravonlik narsalarni qilsa ham, masalan, chidash kerak, sabr qilish kerak, borgan joyingda toshday qotgin, qimirlama degan so'zlar aytiladi. Masalan, shunaqa oilalar bor. Masalan, ayollar aytadiki, meni ketolmasligimni biladi-da. Ketolmasligimni bilib turib, boshqa variantim yo'qligini, boradigan joyim yo'qligini bilib, meni battar ezadi degan ko'rinishlarni ham aytadi. Bunday vaziyatdagi ayollar nima qilishi mumkin? Bunday vaziyatdagi ayollar abyuzerlarni o'zi qiladigan ishi faqatgina tahdid qiladi-da ular. Mana hozir bundoq aytsangiz baribir ketolmaydi. Mendan boshqa kimga kerak? Misol uchun, tinimsiz ravishda ayblaydi. Sen mendan boshqa hech kimga kerak emassan. Uradi, tepadi, yomon gaplar gapiradi, ruhiy tushkunlikka tushiradi, ruhiyatini sindiradi.
jismoniy zo'ravonlik qiladi, yana voy shunaqa qilib qo'ydim. Ertasi kuni to'g'ri kechirim so'raydi, oyog'ini tagiga yalinib yolvorib kechirimini so'raydi, menga imkon ber deydi. Lekin bir haftadan keyin yana shu ko'rinish boshlanadi. И o'sha paytda ishlatadigan gapi, "San mendan baribir boshqa hech kimga kerak emassan, san baribir mansiz, san majbursan chidashga" deb yanayam ruhiyatini sindiradida, o'sha paytda ayol kishi rostdan ham shunaqa ekan, voy rostdan ham man anaqa hech kimga kerak emas ekanman, majbur chidab yashashim kerak ekan deydi. Ya'ni o'ziga ishonib qoladi mana shu holatga. Psixolog sifatida misol uchun oilani buzilmagani bu eng to'g'ri yo'l. Misol uchun farzandlar uchun. Bitta oilani o'chog'ini buzmagani eng to'g'ri qaror. Lekin shunaqa abyuzer insonlar borki, shu darajada ayolini shunaqa jismoniy zo'ravonliklar qilib, shunaqa bolalarini oldida ham mana o'zini sog'lig'iga ziyon yetkazadigan darajada, shu darajada mana o'tgan yili misol uchun Nuken xo'jayini u ham abyuzer inson bo'lgan. Misol uchun urib Qozog'istonda urib oxiri o'ldirib qo'yib, yana bekitib qo'yib, o'shani mana qancha zo'ravonliklar qilib turib, yana aybini bekitishga harakat qilgan. Oramizda ham shunaqa insonlar bor. Misol uchun ayolini farzandlarini oldida ayolini shu darajada jismoniy zo'ravonlik qilib, shu darajada urganida ayol necha kunlab o'ziga kelolmay, sog'lig'iga ziyon yetib, misol uchun oilani saqlab qolingani eng to'g'ri yo'l, lekin shu darajada agar sog'lig'iga ziyon yetadigan bo'lsa, Sog'liq birinchi o'ringa chiqadi. sog'liq birinchi o'ringa chiqadi Tirik va qolish kerak. o'sha vaziyatda chegarani buzib o'tolishi kerak. Unga albatta ayol kishini o'zini kuchi yetadigan holatda bo'lishi kerak. Albatta, judayam to'g'ri fikr bildirdingiz. Masalan, insonlar ko'pincha masalan o'sha manipulyatsiya ta'sirida deymizmi yoki o'sha ruhiy bosim yoki bir boshqa holatda turganda o'zi ko'pincha anglamaydi. Mana shu vaziyatda turganini o'zi ko'pincha anglamaydi. Ko'pincha inson bu narsani sinovga yoki bir hayotdagi taqdirga tan berish degan tushunchalarga yo'yish holatlari ham kuzatiladi yoki aybni o'zidan izlash, men aybdorman, o'zim aybdorman ko'rinishda yoki kimnidir ayblash ko'rinishda. Lekin kimnidir ayblash ham yechim emas. O'zini ayblash ham yechim emas. Bu yerda birinchi masalan o'sha abyuziv munosabatlarga to'g'ri kelgan, mana shunaqangi bir ojiz holatda, ilojsiz holatda qolganda insonni birinchi qadamlari qanday qadamlar hisoblanadi? Nima uchun kimgadir manipulyatsiya qilsa bo'ladi, kimgadir zo'ravonlik qilsa bo'ladi. Bu inson birinchidan haqiqatan ham aybdorlik hissi bor, ko'p narsada o'zini ayblab ketadigan. Ya'ni bu me'yordan ortiq ayblashda o'zini va chegaralari yo'q odam. Shaxsiy chegarasi bo'lmasa, buni ham baribir abyuzerlar juda yaxshi his qiladi. Abyuzer har doim jabrdiydani juda ham yaxshi biladi, yaxshi o'rganib chiqadi. Qaysi paytda qanaqa muomala qilsa ham chidashini biladi. Balki boshidan bu narsani ko'rsata olish kerakdir, nimadir yoqmayotganda endi hurmat yuzasidan gaplashish mumkin. Men bu narsa menga og'ir botdi, yoqmaydi deb chegarani qo'yishga harakat qilish kerakdir boshidan. Lekin nima uchun zo'ravonlikkacha kelib qoladi? Shu darajada kuchli bir zo'ravonlik bo'ladi. Chunki qaysidir joyda chidagan, indamagan, ichiga yutgan bo'lishi mumkin. Bizda shunaqa bo'ladi, qizlar yordam so'rashni ham bilmaydi. Kelinlar ba'zi paytlarda shunaqa bo'ladi. Hattoki o'sha deylik o'sha shifoxonaga borishga ham qo'rqadiganlar bor. Borishmaydi ham, ba'zida bo'ladi. Ota-onasiga aytsa, bir xil paytlarda yordam beriladi. Mana uyda qamab qo'yib, juda ham bir jiddiy zo'ravonliklar bo'ladigan vaziyatlarda yordam so'rashga ham botin olmaydiganlar bo'ladi. Endi bu mas'uliyat olish bilan bog'liqda, o'zini hayoti uchun odam mas'uliyat olishi kerak. Ba'zida bolalar ko'radi bu zo'ravonliklarni. Endi u darajagacha ham olib bormaslikka harakat qilish kerak boshidan. Haqiqatan zo'ravonlik boshlanib bo'lgan bo'lsa, bu payti yordam so'rash kerak. Mana kimgadir aytish kerak, yaqinlariga, kattaroq odamlarga. Hattoki hozir jamiyatimizda ayollarning shu darajada haq-huquqlari himoya qilinyaptiki, bu borada ko'p odamlar yordam bera oladi. Endi juda ham bir me'yordan oshib ketgan bo'lsa, bu narsa ayol o'zi hal qila olmayotgan bo'lsa. Va yana bir shunday qarash borki, masalan deylik, o'sha ayol kishi deylik o'sha hayotida ko'p qiyinchiliklar ko'rdi, muammolar ko'rdi, turmush o'rtog'idan bir yaxshi so'z eshitmay hayoti o'tdi yoki turmush o'rtog'i bilan bir muvaffaqiyatli bir oilani tuza olmadi va shuni ta'sirida farzandlariga qaratilib shunaqa gaplar aytiladiki, men seni deb yoki senlarni deb chidab yashadim, sizlarni deb
yashab kelayapman degan ko'rinish ham aytiladi va bu borada farzand o'zini qanaqa his qilishni boshlaydi. Tabiiy holki bola o'zini aybdor his qila boshlaydi. Ya'ni ota-onamning munosabatlariga men aybdorman. Demak, bu muvaffaqiyatsizlikka men sababchiman-da va mana shu o'zini sababchilik qilish holati, ya'ni aybdorlik hissi bu o'sha insonning bir bolaligidan boshlanib keladi va bu o'g'il bola ruhiy holatida, o'sha jabrdiyda ona bilan birga o'sish holatida va u katta bo'lgandan keyin qanday erkakka aylanadi. Endi bunaqa payti zo'ravonliklarni ko'rib katta bo'layotgan o'g'il bolalar ba'zilari man ota-onamga o'xshagan hayotda yashamayman deydi. Munosabatlarda judayam bir ayol kishi bilan yumshoq muomalaga o'tib ketadi va bu ham qaysidir joyda muammolarga olib kelishi mumkin. Ayniqsa o'zini ayblaydigan erkaklar haqiqatdan mana konsultatsiyaga ham kelganda ko'p narsada o'zini ayblaydigan erkak hamma narsa qilib berishi mumkin ayoliga. Yolg'iz qahramonlar. Harakat qiladi, hamma narsa qilib beradi. Qaysidir joyda ayolini qilgan qo'pol munosabatiga ham ko'z yumishi mumkin. Ularda ham keyin balans buziladi-da. O'sha erkak hurmatsizlik ko'rishi mumkin ayol tomonidan. Ba'zida bo'ladi, xuddi shunaqa bo'lmayman, ota-onamga o'xshagan hayotda yashamayman deb turib, otasi onasiga qilgan munosabatni o'zi anglamagan holatda, chunki u yozgan, ong ostida yozilgan hayotiy vaziyatlarni, masalalarni yechish usuli zo'ravonlik orqali yozib bo'lingan va bu avtomatik tarzda har xil stressli vaziyatlarda shunday yuzaga chiqadi. Va bunaqa payti odam man aqlan aytadi, qilmayman deydi, lekin baribir bir xil narsa takrorlanaveradi, chunki neyronniy svязь bu shakllanib bo'lgan. Bunaqa paytda endi o'zini ustida ishlash orqali, terapiyada ishlash orqali bu odatni o'zgartirishi mumkin erkak. Lekin hamma abyuzerlar ham o'zini abyuzer ekanligini tan olmaydi. O'zi aybdor deb ham qo'yishi mumkin ayolni, ayblab qo'yishi mumkin. O'zini ayblamaydigan, umuman bu narsada mas'uliyat olmaydigan bo'lsa, bunaqa odam o'zgarishi qiyin lekin. Ayol ruhiy zo'ravonlik qurboni bo'ldi. Bosimda, o'zini yomon his qilyapti. Qaynonasiga aytay desa, o'g'lini yoniga oladi. Ota-onasiga chiqib aytay desa, ular chidab yashagin deydi. Boradigan joyi yo'q. Eshik qoqib. Farzandlari bor. Ular unga qarab turibdi. Bu juda og'ir vaziyat, to'g'rimi? Mana shunaqa vaziyatdagi ayol erkak bilan, ya'ni erkakka nisbatan mana shunaqa vaziyat borda, agar erkak kishi qaysidir ma'noda ayol kishiga tajovuzkorligini ko'rsatib qo'ysa, ayol yopilib qoladi. Ayolning hissiyotlari yopiladi, ayolni u bilan ochiqligi yopiladi, o'sha ayolni u bilan deylik suhbatlari ham kamayishi boshlaydi, to'g'rimi? Mana shunaqa holatlarda erkak bilan munosabat tobora yomonlashib ketmasligi uchun, oila o'sha juda ham inqirozga yuz tutmasligi uchun nima qilish kerak? Bunaqa vaziyatlarda agar ayol o'zi bu munosabatlardan to'yib ketmagan bo'lsa, bu munosabatlarni saqlab qolish yo'lida, oilasini saqlab qolish yo'lida ozgina bo'lsa ham umidi bo'ladigan bo'lsa, abyuzni отношенияda yashagan ayollar biladi. O'sha vaziyatda ularga qanaqa og'irligini, qanaqa og'ruvlarni, qanaqa ruhiy bosimlarni, qanaqa qalb sinishini boshdan kechirganini bilishadi. Lekin shu bilan birgalikda xo'jayini qaysi vaziyatda tinchlanishini. Misol uchun qo'l ko'tardi. Mana abyuzer inson hech nima ozgina mелочь narsa uchun janjal ko'tardi va urush boshladi. Bo'ldi. Ayol sindi o'sha vaziyatda, lekin o'ylayotki, voy qayerqa boraman? Men hozir aytganingizdek, uyiga borsam chidagin deyishadi. Qaynonamga aytsam o'g'illarini yonlarini oladilar baribir. Meni hech kim eshitmaydi deb sinib turgan paytida ayol shunaqa yo'l tutishi kerakki, o'sha vaziyatda farzandlari bormi, farzandlari bilan ovora bo'lishi kerak. Sog'lig'iga qarash kerak. Mana o'sha ruhiy tushkunlikdan ayol o'zini o'zi olib chiqishi kerak. Agar birinchi qadam birinchi o'rinda agar oilani saqlab qolish niyatida bo'lsa, farzandlari uchun yashamoqchi bo'lsa, shu xo'jayini bilan, turmush o'rtog'i bilan o'sha vaziyatdan chiqishi uchun birinchi tashlaydigan qadami o'zini o'sha vaziyatdan olib chiqishi kerak. Bu uchun turmush o'rtog'ini umuman o'z holiga qo'yib qo'yish kerak.
har kuni siz mani kecha urdingiz, siz menga mana shunaqa qildingiz, siz mani bolalaringiz oldida mana shunaqa qildingiz deb unga yanayam eslatib, o'sha insonni yanayam agressivniy qilib, abyuzer insonlarchi mana shunaqa vaziyatlarda aybini tan olmaydida. Ular o'sha vaziyatda ham aybni ayoliga to'nkab qo'yadi. Ayb o'zida bo'lgan taqdirda ham. Qo'l ko'tarib, ayoliga o'zi nimalar qilganini biladi, lekin o'sha vaziyatda ham aybni ayoliga to'nkab qo'yadi. Ayol hech qanaqasiga o'zini bu vaziyatda haqi bo'lganini isbotlab bera olmaydi turmush o'rtog'iga. Bu vaziyatda ayol kishini o'sha birinchi tashlaydigan qadami o'zini o'sha vaziyatdan olib chiqish va fokusini farzandlariga va o'zini xavfsizligiga ishlatish kerak. Ya'ni xavfsizlikni ta'minlash kerak bo'ladi. Xavfsizligini Albatta, inson farzandlariga ham xavfda o'ziga turibdimi yoki xavfsizlikdami? Albatta, buni birinchi o'rinda aniqlab olish kerak bo'ladi. Va shu bilan bir qatorda bir multfilm haqida eslatmoqchiman. Hammamizga tanish bir multfilm bor, Sohibjamol va Mahluq degan. Juda ham sevib tomosha qilganmiz yoshligimizda. Agar mana shu multfilm haqida fikr bildiradigan bo'lsak, o'sha multfilm qahramoni, ya'ni bosh qahramon bitta narsis, bitta abyuzer bor u yerda. Gaston va o'sha Mahluq obrazi, to'g'rimi? Va Bel obrazi bor. Bel u yerda jabrdiyda va qutqaruvchi rolida bo'lgan. Bittasi o'sha Gaston o'zini yaxshi ko'radigan, o'zini sevadigan narsis. Mahluq esa bu abyuzer ko'rinishida. Biz ko'pincha multfilmlar orqali o'sha bir qanaqadir bir holatni eslaymiz. Aslida u Mahluq majoziy ma'noda Mahluq, lekin uning xarakteri aslida Mahluq bo'ladi. Va lekin Bel o'shanda Mahluq bilan shunday bir suhbat o'tkazadi. Lekin abyuzer odamlar, to'g'ri, misol uchun o'sha yuqorida aytganimizdek, ular ham jarohatlangan odamlar. Ular ham qachonlardir kimningdir jahlini qurboni bo'lgan, kimningdir kechirmasini ta'sirida qolib ketgan odamlar va ular bilan ham til topishish mumkin. Ularga yordam berish ham mumkin. Shu haqida fikringizni bilmoqchiman. Abyuzerlarga yordam berish masalasidami? Aynan, yo'q, Sohibjamol va Mahluqdagi o'sha obrazni ozgina talqin qilib bering. Endi bu yerda Masalan, ko'rish mumkin, o'sha yerda Belni holatini misol uchun qamab qo'yadik. Belni misol uchun o'sha payti qamab qo'yib, uni qiynayotgan, unga qo'pol munosabat qilayotgan bo'lsa ham, u aytadi, u o'zini mehri bilan, ya'ni bu yerda qutqaruvchilik sindromi ishlab turibdi. U o'zini mehri bilan uni ko'ngliga yo'l topmoqchi, uni o'zgartirmoqchi bo'ladi. Haqiqatan ham multfilm oxirida Bel shundoq ham boricha yaxshi ko'rgani uchun Mahluq shahzodaga aylanadi. Bu narsani kutishi mumkin. Qizlar ham jabrdiyda, mana qizlar, ayollar, men chidasam qachonlardir mani chidaganlarim yuzaga chiqadi va buni ko'rishadi, tan olishadi. Keyin yana bitta multfilm bor, Zolushka. O'shanda ham shunaqa narsa ko'rsatilganki, agar sen chidasang, yaxshi qiz bo'lsang, vaqt o'tib bu qadrlanadi. Bu multfilmlarda bor, ko'p qizlarni bu ongiga singib ham qoladi. Shunaqa kutishadi, qachonlardir chidasam, bir kun meni yaxshiligimni bilishadi degan fikr bo'ladi. Va ba'zida me'yorni bilmay qo'yishi mumkin. Jabrdiydalik ham me'yori bor-da, misol uchun zo'ravonlik me'yordan oshib ketganini sezmay qolishi ham mumkin. Qachonlardir keladigan kunni kutishi mumkin. Tasavvurdagi hayot bilan real hayotni ajrata olmaslik. Aslida real hayotda qanaqa bo'ladi? Endi real hayotda u xayolotdagi narsa hammasi ham bo'lmaydi-da. Bu prosta shunchaki nima deydi? Xayolda 7-osmonlarga uchib, otda shahzodasini kelishini kutib o'tiradi, lekin real hayotga qaytganda umuman aksi bo'lgan inson uchraydi qizga. Keyin u o'sha xayolotidagi insonni kutgani uchun ham uni qabul qila olmaydi-da ba'zida. O'ylaydiki, u bunaqa insonga turmushga chiqishim kerak edi. Men umuman boshqa dunyo insonga turmushga chiqib qoldim deydi-da. Keyin mana shu yerda boshlanadi-da. Hamma kelishmovchilik ham, ayolda ham abyuzerlik nimalari yuzaga chiqib boshlaydi-da. Hayotda juda ko'p uchrayapti. Abyuzer ayollar ham bor. Hattoki hozir internet olamida ham ko'ryapmiz. Oldinlar eri ayolini urgan bo'lsa, erini urgan ayollar ham chiqib ketdi-da. Hozir internet olamida o'shanaqa xayolida kutgan insoni bo'lmagandan keyin
shu holatlargacha ham o'tib ketayotgan bo'lishi ham mumkin-da. Shu uchun ayollar ham, erkaklar ham hayolatidagi insonni kutish kerak emasda real hayotda. Bu ertak bilan haqiqiy hayot o'rtasida osmon bilan yercha farq bor. Chunki bu hayot, u ertak. Hayotni boricha qabul qilish kerak. Hayotda tekis, notekisliklar juda ko'p bo'ladi. Ertaklarda bitta derishadi. Lekin hayotda unday emas deb o'ylayman, chunki qiyinchiliklardan o'tib, keyin rohatga chiqadi hamma. Shu uchun real hayotni boricha qabul qilish kerak. Hayolatni aralashtirish kerak emas deb o'ylayman, real hayot. Albatta, real hayot bilan tasavvurdagi hayotni ajratib olish kerak bo'ladi. Ko'pincha mana shu vaziyatni kuzatishimiz mumkinki, mana hozir har bir vaziyatning ildizi bor. Har bir vaziyatning oxirgi xotimasi va ya'ni nuqtasi bor, to'g'rimi? Ayol ham, erkak ham munosabatda aslida nima xohlaydi? Nima xohlaydi? Masalan, deylik, o'sha bir inson, deylik, bir kimgadir qiynoq va bosim berayotgan bir insonning ham o'z holatida niyati yaxshi bo'ladi o'zi uchun. To'g'rimi? Men yaxshi bo'lsin dedim, o'zidan ketib qolmasin dedim, shuning uchun shunaqa munosabat qildim degan ko'rinishda aytishi mumkin. Yoki bu yerdagi bir o'sha bir ayol munosabatida ham men yaxshi bo'lib ketar deya kutdim, yaxshi bo'lishini xohladim degan holatda bo'lishi mumkin. Inson bir-birini qiynashi, bir-biri bilan deylik, o'sha munosabatlarda erkak ham, ayol ham bir-birini qiynashi, lekin vaholanki ikkalasi ham bitta narsani xohlaydi. Yaxshi munosabat xohlaydi. Har bir inson o'zi uchun yaxshi bo'lishni xohlaydi. O'ziga yaxshi bo'lishini xohlaydi. To'g'rimi? Shunday gap borku, yaxshilik qilishni avval o'zingizdan boshlang deydi. Inson kun davomida o'zi uchun qanaqa yaxshiliklarni qilishi mumkin? Kundalik hayotda. Oddiy ko'rinishda masalan deylik. O'ziga vaqt ajratish kerak, ilm olish kerak. Mana kundalik hayotida sog'lig'iga e'tibor berib voqli turishi kerak. Ibodatini qilish kerak. Yurishga chiqish kerak, sport bilan shug'ullanish kerak, kitob o'qish kerak. Mana ertalab turib ibodatini qilgandan keyin sport bilan shug'ullanib, kitoblarini o'qib, keyin o'zi mana nonushta qilganida inson kun davomiga kunni oxirigacha yetadigan energiyani o'sha ertalab o'zida oladi. O'sha bomdoddan keyin to nonushta paytigacha o'sha oladigan energiyasi kun davomida yetadi-da. Shuni ketidan hammaga energiya ulashadi. Energiyani sug'uradigan, negativniy inson bo'lmaydi-da. Shuni ketidan o'sha birinchi o'ziga qilgan nima deydi, o'ziga qilgan yaxshiligi shu-da, qolganligi ham yaxshilik ulasha oladi shuni ketidan. Keyin man boya qo'shimcha qilmoqchi edim. Multikka. Multik bo'yicha meni ham o'zim fikrim bor edi. Endi bugun podkastimiz abyuzniy отношениялар haqida ekan. Mana men именно shu multik haqida meni o'zimning fikrim. O'tda Bell o'sha maxluqqa chegaralarini buzib o'tadi. Chegaralarini buzib o'tganidan keyin, misol uchun Gastonni qanaqa ko'rinishda xohlaydi Bell. Lekin Gaston u yoqda boshqa anaqalar bilan ovora bo'ladi. O'zini hayoti bo'ladi. Lekin Bell uni yaxshi ko'radi-da, anaqa boshqacha ko'rinishda deb o'ylaydi Gaston. Lekin oradan vaqt o'tgandan keyin maxluq qo'liga tushib qoladi-da. Maxluq anaqa bo'ladi, abuzer bo'ladi. Qo'l ostidagi ishchilariga nisbatan ham o'zini shu holatga kelib qolgani uchun, shu maxluqqa aylanib qolgani uchun hammani aybdor sanab, hammaga bosim o'tkazadi. Va Bellga ham shunaqa bosim o'tkazadi. Lekin Bell maxluqqa chegaralarini buzib o'tadi. Nima qilib buzib o'tadi? Kitoblar sovg'a qilsa ham kitoblarni qabul qilmaydi. Ovqatga kirg'izib yuborsa ovqatlarini ham yemaydi. Kerak emas. Bo'ldi, rost anaqa baribir adam qutqaradilar yoki baribir men bu yerdan chiqaman deydi. O'zini bitta o'sha chegarani buzib o'tgani bilan ham o'zi xohlagan hayot yoniga keladi. Ham nima deydi? O'zini chegarani buzib o'tgandan keyin o'sha abyuzniy anaqadan holatdan chiqadi.
Mana Eng avvalo Bellni o'z shaxsiy chegaralari bo'ladi, to'g'rimi? O'zini maqsadlari bo'ladi, orzulari bo'ladi. Men o'sha multfilmda bitta joyi esimda qolgan. Bell kutubxonaga kitob olgani borganda, qayta-qayta o'qigan kitobini oladi va shunda kutubxonachi unga aytadi: xayolparast Bell, axir bu kitobni bir necha marta o'qiganding-ku" desa, "Hali meni ulkan kutubxonam bo'ladi" deydi. Haqiqatan ham bundoq qarasangiz, o'sha uni niyati, o'sha uni holati o'shanga borib taqaladi. Mana shu yerda men niyatlarga to'xtalmoqchiman. Mana misol uchun bizda shunaqa niyatlar qilinadi. Qizlarimizga aytiladiki, agar sen mana shu ishni qilmasang yoki mana shu narsani uddalay olmasang, ertaga seni qaynonang haydab yuboradi. Yoki seni turmush o'rtog'ing seni qabul qilmaydi. Ya'ni kichik bir narsani uddalay olmagani uchun, onasi kelganda qaysidir ishni chala qilib qo'ygani uchun yoki mukammal darajada bajara olmaganligi uchun unga xuddiki kattalarga qo'yilayotgan kelinlarning talabi qo'yiladi-da va mana shuning asnosida inson ichida men u qadar yaxshi xonadonga munosib emasmanmi, balkim menda qanaqadir mana shunaqangi bir holatlar bo'lyaptiki, ya'ni demak men yaroqsizman, demak men uddalay olmayman, demak men mana shunaqangi insonga loyiqman degan ko'rinishdagi o'zini o'zi baholash holatida mana shunday munosabatlarga kirishib qoladi. Boya yuqorida ta'kidlagandek, mana shu jarayonda ayol kishi farzandini mana shunday munosabatlarga kirib qolmasligi uchun nimalarga ahamiyat berish kerak? Tarbiya jarayonida. Ayniqsa qizlarni tarbiyalash jarayonida haqiqatdan ham onalar ko'p koyib tanqid bilan katta qilishadi-da qizlarni. San bunaqa ish qilishingda sani haydab yuborishadi degan gap bilan san ideal bo'lishing kerak. Judayam bir professional darajada ishing bajaradigan bo'lishing kerak. Bo'lmasa sani qabul qilishmaydi degan fikr singdiriladi. Haqiqatdan ham onani har bitta aytgan gapini 18 yoshgacha qiz yozib boradi. Nima degan bo'lsa, qiz haqida hamma fikrlarga ishonadi. Man shunaqa munosabatga loyiqman. Sani urishadi, haydab yuborishadi, qabul qilishmaydi dedimi, o'zida noloyiqlik hissi shakllanadi. Hurmatga loyiq deb bilmaydi, boricha qabul qilishlariga loyiq deb bilmaydi. Mana shu joyda onalar ham qizlarini bir xizmatga tayyorlashi kerak emas deb o'ylayman men. Bizda shunaqa xizmatga tayyorlaymiz-da. U shaxs emas, u imtihoni uni nimadan iborat? Yaxshi ish qilib, yaxshi ovqat qilib berishi kerak. Shunda hayotiy imtihonlar charchamasligi o'tadi. ham kerak. Charchamasligi kerak, xo'p bo'ladi deb turishi kerak, ortiqcha gapirmasligi kerak. Xuddi mana shu imtihondan o'tib berishi kerak. Boshqa hayotda mazmuni yo'q. Mazmun shundan iborat, baho olishdan iborat. Baho olishdan iborat, qaynonani eri nimasidan o'tish, o'sha testidan o'tish, lekin uni ham bir shaxs sifatida ko'rib, birinchi o'rinda to'g'ri, biz boricha qabul qilishimiz kerak. Farzandimiz aslida biz o'zimiz qabul qila olmagan joyda bolalarimizda ham o'sha kamchiliklarni qabul qila olmaymiz-da. Bu onani o'zi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. O'zini qo'rquvlari bor bo'lsa, bolasi ham ertaga gap olib kelishi mumkin, gap so'zga qolishi mumkin. Mana shu narsalarni o'ylab ham juda ham katta talab qo'yishi mumkin qizlarga, onalar. Qizlarga birinchi o'rinda shaxs sifatida bor qobiliyatlariga urg'u berish kerak, yaxshi tomonlarini. Ba'zi qizlar haqiqatdan ham uylarni yaxshi tozalaydigan bo'ladi, kimdir yaxshi ovqat qiladigan bo'ladi, kimdir ilmli bo'ladi. Misol uchun, men shunaqa eshitib qoluvdim, ayollarimiz Hadicha onamizga, Oysha onamizga, Fotima onamizga o'xshagan bo'lishlari mumkin ekan. Kimdir tadbirkor bo'lishi mumkin, yaxshi ishlar ekan. Kimdir bilimga ko'proq ilm olishga urg'u berar ekan. Kimdir uy ishlarida juda ham usta bo'lar ekan. Birinchi o'rinda farzandini tabiatini bilish kerak onalar. O'shanga qarab munosabat qilsa bo'ladi. Endi buni ham qilib qo'ysang yaxshi bo'ladi, bu ham senga hayotda kerak bo'ladi deb disiplinani o'rgatishi mumkin. Misol uchun, uy tozalashga ustamasmi? Bu narsa senga kerak, tartib kerak degan narsani singdirsa bo'ladi, lekin sen agar shuni qilmasang haydalasan, seni qabul qilishmaydi, seni odam o'rnida ko'rishmaydi degan fikr bilan ularni o'ziga bo'lgan ishonchini pasaytirib, kelinlar nima uchun
turmush qurishi bilan depressiyaga tushadi yoki nevroz boshlanib ketadi. Judayam jiddiy muammolar boshlanishi mumkin, chunki ular oyog'ini uchida yuradi. Xato qilib qo'yishdan qo'rqadi, ovqatni tuzi past bo'lishidan ham qo'rqadi, uxlab qolishdan ham shu darajada stressda yashashadiki va xuddi o'sha payti homilador bo'lib qolsa, nima uchun bolalarda kasallik ko'p hozir? Jiddiy muammolar bor. Mana shular hammasi ona qo'rqitib tarbiyalaganidan-da. Qo'rquvda qizlar. Kelishadi, turmush kechikyapti hozir qizlarda ahamiyat bergan bo'lsangiz. Hammasida qaynonani mana shu muammosi, qaynona kelin muammosidan qo'rquv, eri muammosi, hammasida turmush borasida qo'rquv judayam ko'pki, aqlan turmushga chiqishni xohlayapti, lekin judayam ko'p to'siqlar bor ularning miyasida. Kimga, qanaqa odamga turmushga chiqishni bilmaydi. Ular uchun turmushga chiqish xavfli. Xavf. Da. Mana shu fikr shakllanib qolgan. O'sha joyda onalar qizlariga gapirayotgan gaplariga e'tiborli bo'lishi kerak deb o'ylayman. Mana endi mana shunaqa holatda oyog'ini uchida yurishi haqiqatdan ham o'sha boshqa xonadonda o'zini bir qiynab, qaynonamga yoqishim kerak, mana buni to'g'ri qilishim kerak, o'z vaqtida ulgurishim kerak degan bir fonda harakatlanayotganda erkak bilan munosabati qanaqa bo'ladi? Unga vaqt qoladimi? Menimcha erkakka umuman vaqtini ajratmaydi-da. Unaqa qizlar oilada mana shu qaynona qaynotani xizmatini qilayotganda mana shu qaynonam meni qilgan ishimdan ayb topmasin deb faqat diqqat e'tiborini ishga qaratadi, o'zini shaxsiy hayotiga, o'zini shu oilada bor o'rnini unutib qo'yadi-da u ayol. Chunki uni onasi aytganda, sen mana shu ishni qilmasang, seni meni uyimga 3 kunda keltirib tashlab ketishadi, seni haydab yuborishadi. U qiz har bitta qilayotgan ishini ninani ustida o'tirgandek qiladi-da. Chunki unga onalar o'zi singdirgan. Biz o'zimiz mana shunaqa o'stiramiz-da qizlarimizni. U bechora qizga erni uyga borgandan keyin erni ko'nglini olishga ham, qaynonani ko'nglini olishga ham o'sha uydagi insonlarni ko'ngliga qarab o'zini unutib qo'yadi. Gapirishdan bilmaydi. Hech qanaqa o'zini o'rni bo'lmaydi oilada. Faqat u boshqalarning ko'nglini olish kerak, boshqalarga yoqish kerak, maqsad o'sha oilada yashab ketish kerak. Bo'ldi. Faqat ular haydab yubormaslik uchun o'sha oilada yashash uchun harakat qiladi. Statusni ushlash kerak. O'shanaqa. Har doim shunaqa fikr bilan yashaydi. U oilada o'zini o'rni ham bo'lmaydi ba'zida o'shanaqa ayollar. Chunki o'zligini unutib qo'yadi. U faqat o'zgalarga yoqish uchun, o'zga oila o'sha oilaga tushdimi, ularni ko'nglini olish kerak, ularga yoqish kerak va o'sha oilada baxtli yashash kerak bo'ldi. Asosiy maqsadi shu. Shu. O'zini baxtli bo'lishi bir chetda qolib ketadi va o'zini baxtli his ham qilmaydi. O'sha onadan tug'ilgan bolalar ham xuddi mana shunaqa chaqaloqlar tug'iladi. Ular ertaga o'rtoqlarning oldida ham kimgadir yoqishga harakat qiladi, kimlar uchun ularni aytgan ishini qilishga harakat qiladi. O'zi qanaqadir g'oya yaratishga yoki o'zini fikrini kimgadir o'tkazishga harakat qilmaydi. Kimnidir fikri bilan yashaydigan bolalar dunyoga kelib qoladi. Xuddi mana shunaqa bizni qizlarimizga o'rgatayotgan tarbiyamizda. Sen eringga, qaynona qaynotangga yoqmasang haydab yuboradi degan fikr bitta qizni hayotini, hatto bolasini hayotini ham barbod qilishi mumkin. Judayam to'g'ri fikr bildirdingiz. Haqiqatdan ham mana masalan shunaqa fikr borki, har bir erkakni ortida deydi, ayol turadi deydi. O'sha har bir erkakni ortida yo onasi turadi, yo ayoli turadi. O'sha shakllanishiga-da, misol uchun deylik, o'sha o'g'il bolani shakllantirib hayotda muvaffaqiyatli bo'lish bir ko'rinishiga olib keluvchi ham bu ona. Yoki bo'lmasam o'sha uni bir hayotda muvaffaqiyatsizlikka, bir o'zini omadsizman deb hisoblaydigan bir ko'rinishga olib keladigan ham bu uning ortida turgan onaga borib taqaladi. Chunki bola ona orqali olamni ko'radi, ona orqali dunyoga munosabat bildiradi va mana shu orqali harakat qilishni boshlaydi. Va mana shu ko'rinishdagi munosabatlarda haqiqatdan ham o'sha bitta gap aytiladiki, jamiyatda ayol kishini o'qitish kerak. Ayol kishi o'z ustida ishlash kerak. Ayol bilimli bo'lsa jamiyatda, albatta oilada farovonlik bo'ladi. Chunki ayol o'sha oilani kayfiyati hisoblanadi. To'g'rimi? Ob-havosi hisoblanadi. Va shu bilan bir qatorda mana hozir o'sha bildirilgan fikrlarda o'sha farzandlar holatida, ya'ni bolalar holatida va mana shunday bir deylik, yana o'sha ssenariy yana takrorlanadi, to'g'rimi? Va bu ssenariydan qanday chiqib ketish mumkin? Birgina yo'l bilan chiqib ketsa bo'ladi. Zanjirni uzish kerak-da. Qanaqa bo'ladi bu zanjirni uzish? Misol uchun, shunaqa vaziyatlar bo'ladiki, mana buvilarimiz, buvim chidab yashaganlar,
onam chidab yashaganlar. Etalonlar. Etalon. Mana bu zanjir. Ana avloddan avlodga zanjir ko'rinishida o'tib keladi. Qachonki уже bitta shunaqa inson tug'iladi, o'sha zanjirni uzadigan inson tug'iladi. O'sha zanjir uzganidan keyin o'zini farzandlariga уже u zanjir ish bermaydi. Ssenariy takrorlanmaydi bu yoq. Ssenariy takrorlanmaydi va yangi ssenariy yozilinadi. Qanaqa ssenariy? Ular o'zini xohlagan hayoti, qaysidir ma'noda yangi ssenariyni shunaqa deb olishimiz mumkinki, buvisini, onasini orzusi amalga oshgan holatdagi ssenariyda yashaydi. Mana misol uchun farzandida abyuzniy отношенияda qiynalayotgan ona buvisini hayotini ko'rgan. Ba'zilar qo'rqadi yangi hayot tarzini qurishga. Bilasizlarmi? Yangi ssenariylar qo'rqitadi. Eskisini qilishga yuragi dosh bermaydi, chunki biladi muvaffaqiyatsizlikka uchragan, lekin yangisini ham qila olmaydi, chunki uni davomi qanaqa bo'lishini bilmaydi. Mana bu holatda ham o'rtada qolib ketadi. Lekin shunaqa vaziyatda siz yangisini qilishdan qo'rqadi. O'sha vaziyatda jertva pozitsiyasida yangisini qilib qiynalganimdan ko'ra eskisiga chidayman. Chunki eskisini og'riqlariga chidasa Tanish bo'ladi. og'riqqa boradi-da. U yerda o'rganib qolganman. bilaman nima qilish kerakligini bilaman u yerda. Yashab ketishgan, kunligini ko'rib ketishgan. Men ham chidayman, yashab ketaman. Yangi hayotda bu degani, yangi ssenariy degani. Bundaka kuchliman, men ham ko'tara olaman deb o'ylaydi. Yuk qanchalik og'ir kelganini bilmaslik mumkinmi? Конечно, bilmasligi mumkin. Misol uchun davr o'zgaryapti-da hozir. Bizni bizani yoshligimizda paytda qanaqa bo'lgan? Sivilizatsiyalar qanaqa bo'lgan? Misol uchun-da, hozir bizning bolalarimiz anaqada katta bo'lyapti. O'tgani muhayyon bizda ham alhamdulillah shunaqa sharoitda katta bo'lganmiz. Lekin biza katta bo'lgan davrlarda tarbiya ham boshqacha bo'lgan. Qanaqa bo'lgan misol uchun tushunganmiz-da, ya'ni aytishsa, mana Nargiz opamlar aytganlaridek, farzand tarbiyasi deyilganda bizaga shunaqa ruh bilan katta qilishganki bizani xato qilib qo'ygan taqdirimizda ham bo'ldi, xato qilsan, boshqa bu xatoingni qilmagin. Agar yolg'on gapiradigan bo'lsak, mana adamlar rahmatli shunaqa aytardilarki, boshingga qilich kelsa ham yolg'on gapirmagin, rost gapirgin. Ja bo'lmasa joningni oladi, lekin sen yolg'on gapirmagin derdilar-da. Misol uchun bizda shunaqa yolg'on yashu aralashtirmaganmiz yoki xato qilishdan qo'rqmaganmiz. Xato qilsak ham kechirishadi. Bo'ldi, boshqa zaminaga men boshqa xatoni qilmayman deganmiz. Lekin hozirgi farzandlarimizni rostdan ham o'zimizni ruhiyatini tushib qo'yamiz, o'zimizni ruhiyatini sindirib qo'yamiz. Sen baribir eplolmaysan. Seni baribir qo'lingdan kelmaydi. Sen yetarlicha yaxshi emassan. Yoki sen shunaqa qildingmi? Bundan ham yaxshiroq qilsang bo'lardi-ku, mayli. Mana shu gaplarni ketidan o'zimizni bilmagan holatda abyuzer kelajakda abyuzer insonlarni o'zimizdan qo'limiz bilan yaratib qo'yamiz. Onalarni farzandiga bo'lgan ishonchsizligini ketidan, otalarni qilayotgan zo'ravonligini ketidan shunaqa shakl. Haqiqatan ham bitta narsa borki, mana hozir bundoq qarasangiz, yaxshi ona bo'lish dasturi bor-ku, yaxshi onada bo'lish dasturi, yaxshi farzand tarbiyalash dasturi juda kuchli yo'lga qo'yildi hozir. Hali homila jarayondan boshlab ona qanday bo'lishi kerak, bola bilan qanday suhbatlashish kerak, bola bilan nima deyish kerak, hamma narsa o'sha bir dastur asosida ketyapti. Bundoq qarasangiz, onalar farzandlariga juda mehribon, aylanishlarga borgan qanaqadir bir holatda yaxshi o'g'il tarbiyalayapmiz. Lekin yaxshi er bo'larmikin u farzandlar? Yaxshi er ham qilib tarbiyalay olyapmizmikin hozirgi vaziyatda? Shu haqida ekspertlar fikringlarni bilmoqchiman. Sinichka korzinachkalarni tayyorlayapmiz. Erkatoyda hozirgi bolalar juda hayotga yengil-yelpi qaratib o'stiryapmiz. Ertaga ular turmush qurgandan keyin xuddi mana shunaqa hayotga yengil-yelpi qarasa, u hayot mana bu o'sib kelgan yengil hayoti bilan bir xil emasda, oila qurgandan keyin oila mas'uliyati deydi-ku. Hozirgi biz yengil-yelpi o'stirayotgan bolalarimiz oila mas'uliyatini o'z bo'yniga olishni xohlamaydi. Mana shundan hammasi boshlanadi. Men deydi, mana bunaqa
qiyinchilikni ko'rmaganman, menga umuman kerak emas, mana bunaqa mana bu deydi, keliningiz mendan ko'p narsa talab qilyapti deydi. Men bunga qilib bera olmayman deydi. Chunki men buni talab qiladigan darajada deydi, moliyaviy ahvolim yaxshi emas deydi. Chunki uni biz yengil-yelpi o'stirganmiz, o'qishga ham qiziqmagan, mayli, keyinroq o'qiydi deganmiz. O'z ustida ishlamagan, ilm olmagan, hattoki hunari ham yo'q-da ba'zi bir bolalarda hozir. Sovchilikka borishsa ko'pchiligini hunar bo'lmaydi, Ha. bekitishadi, o'g'limiz ishlaydi yoki Ha, zo'r. biror joyda deydi, kelinni olgandan keyin qarasaki, kuyov ishlamaydi. Mayda, hech qanaqa. Keyin kelinni diplomi bo'lsa, sekin kelin o'zingiz ishga Buni ham chiqsangiz. eplab olasan, o'zing yo'lga solib olasan, deyishadi. Ko'proq ayollarga qolib ketadi keyin bu. Qanaqa qilib o'zini onasi tarbiyalay olmagan bolani uni xotini yo'lga solishi mumkin. Yana bitta ona Pozitsiyasiga dasturi tushib ishga tushadi, qoladi. to'g'rimi? O'sha misol uchun shunaqa gap borku, misol uchun, o'zing yo'rig'ingga solib olasanda deyishadi misol shunaqa. uchun. Qanchalik inson haqiqatdan ham bir boshqa insonni yo'rig'iga solishi mumkin. Sema Marashli degan yozuvchi bor, turk yozuvchisini shunday bir gapi borki, hech qachon deydi, insonni deydi, kimnidir yo'rig'iga soladi deb o'ylamang. Baribir, masalan deylik, o'qimishli yigit o'qimagan qizni tortib ketadi yoki o'qigan yigit o'qimagan qizni tortib ketadi degan fikrni unuting. Chunki ikkalasini dunyoqarashi, qadriyatlari ikki xil holatda. Bu bir-birini torta olmaydi. Chunki bu ikkalasi ikkita holatda turibdi. Va biz ko'pincha ularga yaxshi bo'lishiga harakat qilamiz. Nima olib bersak ekan, nima qilib bersak ekan, uyini to'g'irlab bersak ekan, boshqa narsalarni qilib bersak ekan deymiz-u, biroq ularni yaxshi yashab ketishi uchun nima qilyapmiz degan bir savolni o'rtaga tashlaydi. Haqiqatdan ham masalan, erkak kishi yoshligidan haqiqiy erkak ruhiyatida tarbiyalanishi uchun ayol va yoki deylik onalik vazifasi qanday bo'lishi kerak? Bilamizki, Hozirgi tarbiyada ayollar roli katta. kunda bu muhim haqiqatdan ham. Ayniqsa hozir mas'uliyatsiz erkaklar ko'paygan. Ko'p kuzatyapmiz, ayollar kuchli bo'lib ketyapti, ishlayapti, bolalarini boqishyapti, lekin erkakda misol uchun ishi yurishmayotgan, boshqa kimdir hattoki ishlashga umuman qiziqmayapti ham, uyda o'tirgan erkaklar ham bor. Nima uchun bu narsa kuzatiladi? Chunki ko'p hollarda o'g'il bolalar faqat onani qo'lida tarbiyasida qolib ketyapti. O'g'il bolaga ayol kishi erkak bo'lishni o'rgata olmaydi. Qattiqqo'llik qilishi mumkin, tarbiyalashi mumkin, lekin erkak bo'lishni o'rgata olmaydi. To'g'ri, ko'p oilalarda ajrimlar bo'lgan, otasi yonida bo'lmasligi mumkin. Men o'sha joyda tavsiya qilgan bo'lardim, o'zi 4-5 yoshdan keyin o'g'il bola otasini, bobosi, tog'asi, amakisi yoki erkak trener yoki erkak ustozni yonida ko'proq yurishi kerak. Ko'proq vaqt o'tkazishi, ko'proq suhbatlar olib borishi kerak. Ayollar muammoni, masalani ayolchasiga aylanib o'tishi o'rgatadi. Erkak to'g'ridan-to'g'ri hal qilishi o'rgatishi mumkin. Shuning uchun hayotda har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Nima bo'lsa ham o'g'il bolani erkak kishining tarbiyasiga berish kerak. Ko'proq ayol kishi bilan qolib ketsa, mas'uliyatsiz, erkatoy, qo'rquvlari bor, ish oxiriga emotsional, ish oxiriga yetkaza olmaydigan, yutuqlarga erishishda muammo bo'ladigan zaif erkaklar shakllanib Kutuvlari qolishi ko'p. mumkin. Haqiqatdan ham. Albatta, kutuvlar ko'p, yigitlar ham yo'q emas hozirgi paytda. Judayam. Va o'sha talablar oshib boryapti. Haqiqatdan ham ayollar ayol kishiga, ya'ni qizlarga qanday beka bo'lishni, qanday ayol bo'lishni o'rgata olyapmiz-u, lekin negadir o'sha o'g'il bolalarimizga yaxshi er bo'lishni, masalan deylik, ertaga o'sha yigit kimnidir qizini oladi. Kimningdir mas'uliyatini oladi va u o'z farzandlari oldida ham o'sha mas'uliyatni his etmagandan keyin tabiiy holki oilada o'sha boya aytganimizdek o'sha abyuzer onalar shakllanishni, rolni ayol qo'liga olishni boshlaydi. Agar masalan ayol kishi ertaga deylik kelinini yoki bir qaysidir ma'noda qiziga hamma mas'uliyat qolib ketishini xohlamasa, albatta u o'z o'g'lini tarbiyasida ehtiyotkor bo'lishi, ya'ni masalan hozirdan unga bu narsani tushuntirib borishi, erkaklik vaziyatini, holatini, vazifalarini belgilab berish kerak bo'ladi. Masalan deylik, dastlabki qadamlarda buni qanday belgilash mumkin o'g'il bolalarda erkaklik vazifalarini? Kichik bir misollarda. Hamma o'zidan kelib chiqib gapiradi. Mana man o'zimdan kelib chiqib gapirganimda ekspert sifatida fikrimni aytaman.
Mani o'zimni 3 ta qizim bor, bitta o'g'lim bor. O'g'lim 12 yosh. Ikkinchi farzandim. Man aytamanki, opang и singling. Opang mandan katta-ku deb, yo man opamni urisha olmayman yoki man opamni terga olmayman demagin. Ko'chaga chiqqandayam, maktabda bitta maktabda o'qishadi. O'sha maktabga borgandayam, mahallaga chiqqandayam san bularni regulировать qilasan. Singillaringniyam, opangniyam. Chiq desang chiqadi, chiqma desang chiqmaydi. Endi o'g'lim xursand. Voy, anaqa bo'ldi, eshitdilaringmi deyapti-da. Keyin ona deyapti mani qizlarim. Lekin qaysidir ma'noda mana shu vaziyatni o'zi bilan ham erkakni, mana kelajakda erkak kishi baribir katta bo'ladi. Himoya, himoya qilishi, xavfsizlik. kelajagi uchun ham ertaga o'zi oilali bo'lganda ham, kerak bo'lsa kelinni oldida ham. Bu mani opam, bu mani singillarim. Misol uchun, bu mani jigarlarim deb to'g'ri ayolini ham bularga anaqa qilib qo'ymaydi. Shuni ketidan mana san hurmat qil, bular ham hurmat qiladi. San baribir mani jigarlarim, san hurmat qilishing kerak. Men buni hozir misol ko'rinishida aytdim, lekin erkak kishini shakllanishi, mana erkak kishida shunaqa holat, mana yuqorida bergan savolga shunaqa holat shakllanishiga baribir ayollarni to'g'ri adasini, misol uchun 50 ga 50 da, 100% adasini tarbiyasi demayman. Onani ham tarbiyasi bor. Onani ham beradigan ishonchi bor. Onani ham beradigan oporasi bor. Не только что adasinikida. Misol uchun ertaga oila qurgandan keyin baribir ham erkak kishi adasini oldiga borib, o'zini bo'lgan oilaviy anaqalarini aytolmaydi va onasi bilan kelib maslahatlashadi. Onasi bilan maslahatlashgandan keyin agar aqlli ona bo'ladigan bo'lsa, o'g'lim mana bunday qilgan edi, kelinim yoshda. Voy, keyin mana bunaqa qilsang unaqa bo'ladi. Yoki kelin Yo'l yo'rig'ini o'rgatadi. yo'l yo'rig'ini o'rgatadi. Kelinga ham. Yo, mana bu narsa o'g'limga yoqadi, mana bu narsa yoqmaydi. O'g'lini kelini oyoq osti qilishiga ham yo'l qo'yib qo'ymaydi. Также kelinini ham o'g'lini oyoq osti qilishiga yo'l qo'yib qo'ymaydi. Nima demoqchiman? Hurmatni, mana misol uchun o'zini beradigan yo'l yo'rig'i bilan, o'zini beradigan maslahati bilan oilada shunaqa most hosil qiladiki, onalar shunaqa poydevor hosil qiladiki, shuni ketidan oila ham buzilmaydi. O'zini ham kelini bilan munosabati yaxshi bo'ladi. O'g'li bilan ham munosabati yaxshi bo'ladi. Jigarlar bilan ham munosabatini yaxshi qilib qo'yadi-da. Buni boshlanishi baribir tarbiyaga bog'liq. Yoshligidan faqatgina mana o'g'liga san baribir eplolmaysan, san baribir qilolmaysan, sani qo'lingdan kelmaydi. Voy, san ertaga anaqa oilangni ham eplolmaysan degan gap bilan bolani ruhiyati tushadi-da, bolani ruhiyati sinadi-da, keyin ertaga oila qurganda ham сыночка, корзиночка bo'ladi-da. В каком плане? Yo'q, onasini krayni ko'radi hamma narsaga. Mana o'zi onasini yoshligida bergan ishonchsizligini ketidan shunaqa inson bo'lib shakllanadi birinchidan. Keyin shunaqa inson bo'lib shakllangandan keyin ham Onani ayblaydi. onani ayblab, men sinochka bo'lib, onam nima desalar shu, onam nima desalar shu deb qaynanani ham, qaynana bilan kelinni ham o'rtasini buzib qo'yadi, mana shunaqa bola. Tushunyapsizmi? Tarozi pallasida ayolini ham, onasini ham bitta deb ushlab qolmaydi. Farzandni o'zidan separatsiya qilmaslik holati ham deb atashimiz mumkin. Bu narsani to'g'rimi? O'sha ona o'sha bolani o'zidan separatsiya qila olmaydi. Ko'pincha mana shu separatsiya bo'lmagan bolalar erkak bo'la olmaydi. To'g'rimi? U bola obrazida qolib ketadi. Avvalambor o'sha ayollar tushunishi kerakki, o'sha separatsiya qilish holati. Separatsiya qilish uchun avvalambor ayolni o'zi ham o'z ota-onasidan separatsiya bo'lishi kerak. Agar u o'zi ham separatsiya bo'lmagan bo'lsa, farzandini ham o'zidan separatsiya qila olmaydi. Ya'niki ajrata olmaydi. Xo'p, mana shu ajrata olmaslik holati, ya'ni munosabatlarda ona agar o'g'liga o'sha juda ham qattiq bog'langan bo'lsa yoki o'sha har bir narsani o'g'li bilan maslahatlashadigan, turmush o'rtog'ini o'rniga ham o'g'lini qo'yib qo'yadigan onalar bor. Masalanda, o'sha kelin bilan orasiga tushib olib, qaynonalar o'g'liga umuman boshqacha bir ko'rinishda keladigan holatlar ham bor. Va albatta bu yerda kelin qiynaladi. Chunki eri o'g'illik vazifasini ko'proq bajaraman deb bu yerda otalik va yoki erlik vazifalarda qiynalib qoladi. Va ko'pincha bu yerda turgan onalar bu narsani tushunishi qiyin bo'ladi.
bu holatda o'g'lim menga mehribon degan ko'rinishda, lekin ba'zida o'sha mehribonchilikni ko'rinishida qo'rquv turgan bo'lishi ham mumkin. Qo'rquv ko'rinishidagi mehribonchilik ham bo'lishi mumkin va buni sog'lom deb atab bo'lmaydi. Va mana shunaqangi nosog'lom ko'rinishdagi separatsiya holatlarini mijozlaringiz holatda shunaqa vaziyatlar bo'lganmi? Keyinchalik ayollar separatsiya qilmagani uchun o'g'lini hayotini buzilishida o'zini aybdor his qilgan. Bo'lgan shunaqa bitta mijoz bilan ishlaganman. Turmush qurishgan, o'zlari kursdosh bo'lishgan, turmush qurishgan, bir-birini yoqtirib turmush qurishgan. Lekin birga yashashni boshlaganida kelinni vazifasi shunaqa bo'lganki, faqatgina qaynonaga yoqishi kerak bo'lgan. Qaynona o'ziga xuddi o'zlari birga vaqt o'tkazganda kelin xalaqit bermasligi kerak bo'lgan. 11-12 gacha olib o'tiradigan bo'lgan. Tabiiyki, bunaqa payti kelinda norozilik boshlanadi. O'g'lini qizg'onish holatlari shunaqa bo'lishi kerak ekanki, erkak birinchi onani olib chiqib aylantirib kelishi kerak. Undan keyin birgalikda uchalasi chiqishar ekan. Er-xotin birga chiqishi mumkin emas. Bu narsa davom etavergan, oxiri qiz bu narsadan to'yib ketgan, janjallar bo'lgan, "San o'g'limni tortib olmoqchisan" degan qaynona va ajrimgacha borishgan. Ikkita farzand bilan ajrashishgan. Ajrashgandan keyin ham shunaqa taklif berilganki, yana boshqatdan turmush qurishlari mumkin bo'lgan, chunki o'zi yoshlar ikkalasi bir-birini yaxshi ko'radi. Qaynona aytganki, "Mani talablarimga javob bersagina, o'shanda qabul qilaman, o'shanda olib kelasan" degan. Onani so'zidan chiqib olib kela olmagan va ikkita bola yetim qolgan. Shu bilan u yerda onani nima uchun ona bunaqa holatga kelib qolgan? O'zi er-xotin ikkalasi bir-biri bilan yaxshi bo'lmagan. Munosabatlar. Qaynona eri bilan baxtli munosabatda bo'lmaganki, erini yonida turish o'rniga o'g'li bilan ovora bo'lib qolgan, bor mehrini o'g'liga bergan, o'g'li suyangan tog'i bo'lib qolgan. Va o'sha payti kelin kelganda qizg'onish, o'zini yolg'iz his qilish, keraksiz his qilish boshlangan qaynonada. O'sha sababli chekiga chiqib qolgan. Chekiga chiqib qolganini sezgan, kelinni Qozoq tovoq yoqtirmagan. qo'ldan ketdi, oshxona qo'ldan ketdi, hamma narsa ketdi. Endi o'g'lim ham ketmasin qo'limdan deb. Shunaqa qilib ikkita bola yetim qolgan. Ya'ni ular hozir ham misol uchun vaqt o'tgandan keyin topishishi mumkin bo'ladi ba'zi oilalarda keyinchalik. Chunki yigit boshqa birovga uylanib, men tushunishim bo'yicha, chunki uzoq yillar davomida ishlaganman, uylanib u bilan ham kelisha olmagan, yana ajrim bo'lgan. O'shandan keyin qaytib kelganida qaynona shunaqa mani talablarimga javob bersa, mendan kechirim so'rasa, o'shanda men qabul qilishim mumkin. Bo'lmasa olib kelmaysan degan. Erkak onaga ayta olmagan, men oilam, bolalarim bilan yashamoqchiman deya olmagan, chunki haqiqatan ham u ichkarida kichkina bolakay, onasidan qo'rqadigan, onani xafa qo'yishdan qo'rqayotgan bir bolakay, ya'ni jismonan 30 yosh bo'lsa ham, 35 yosh bo'lsa ham ruhiyati qo'rqoq kichkina bolakay bo'lib qolishi mumkin. Onani muhabbatini haligacha qozonishga harakat qilayotgan, onadan ko'rinmaskinlik hali uzilmagan bo'ladi. Da. Mana shu yerda juda ham ajoyib fikr bildirdingiz. Haqiqatan ham e'tibor beradigan bitta nuqta borki, shu yerda bu qanday nozik nuqta. Bu nuqta shunday nuqtaki, baxtsiz onadan baxtsiz bolalar dunyoga keladi deydi. Baxtli onadan esa baxtli bolalar dunyoga keladi deydi. Bu qanaqa ko'rinishda? Bu onani kimdir baxtsiz qilgan fonida emas. Inson o'zini baxtsiz bir holatda e'lon qilishi, baxtsiz bir holatda o'zini his qilishi va farzandiga ham mana shu baxtsizlikni singdirib borishi, uning ham baxtiga o'zi bilmagan holatda to'siq vazifasini bajarib qo'yishi mumkin. Albatta, mana shu jarayonda o'zini munosabatlarida muvaffaqiyat qozona olmagan ona farzandning ham oilasiga aralashishni boshlaydi. Masalan, qizlarning hayotida ham shu narsani kuzatishimiz mumkin, to'g'rimi? Qaynonalar aralashuvi kuyovlar va qizlar munosabatida. Sizning keyslaringizda bo'lganmi shunaqa holat? Juda ko'p uchrab turadi bunaqa holatlar. Nargiz opamning fikrlariga ham bitta qo'shimcha qilib aytmoqchi edim. Ko'pincha onalar bolasini ajratolmayapti-ku. Xuddi bitta ayol kelgan, u yoshligida juda ham
boy oila bo'lgan va o'g'illarini umuman qiyinishga nima qilmaganda, jalb qilmagan. Baribir mana shu hayot davom etadi, bizni umrimiz oxirigacha degan taassurot bilan yashaganman deb aytyapti o'sha ayol. Lekin o'g'illarim ikkalasi ham katta bo'ldi, voyaga yetib uylandi. Na ularni qo'lida hunari bor deydi, na puli bor, na kelajakka bir umidi bor deydi. Bularni men uylantirib qo'ydim, lekin bular hech qanaqa natija yo'q. Hatto ayolini boqolmaydi. U o'g'illarim mendan kutuv qilib yashaydi. Men ularga berishim kerak. O'zini, xotinini, bolalarini boqishim kerak, uy qilib berishim kerak. Bir g'amxo'rlikda katta bo'lgan bolalar. Judayam afsusda-da o'sha ayol aytadi, shu uchun barcha ayollar bolani yoshligida ajratish kerak, o'zidan hunarga berish kerak. Ayol kishi aytyapti-ku, o'g'il bolani ham, qiz bolani ham o'zini yonida jalb qilib yashash kerak emas ekan uni. Ertaga o'g'il ham, qiz ham o'zini kunini ko'rishda juda qiynalar ekan. Yoshlari nechida? 60 dan oshganlar, 65, hatto 65 bo'lsalar kerak. Men shu darajada qiynalyapman-ku deydilar. Men o'sha xayolimda umrimni oxirigacha mana shu boyligim bilan yashayman deb o'ylagan ekanman. Lekin bu boylik omonat ekan. Hech qachon boylikka ishonib, bolalarni hunarsiz, ilmsiz qilib qo'yishimiz kerak emas ekan. Ularni o'zini shaxsiy hayotiga tayyorlab borishimiz kerak ekan. Qariyganimizda ham o'zimiz, ham bolalarga g'amxo'rlik qilishga kuchimiz yetmas ekan. Shu uchun qiz bolani ham o'ziga alohida yo'nalish, hunar, ilm, hech bo'lmaganda bir chevar qilishimiz kerak ekan. Erta chevarlik qilib ham o'zini kunini ko'ra oladi. Yoki o'g'il bolani ham shunchalik ilm olishga o'zida xohishi bo'lmasa, bir oddiy duradgormi, ustami qilsa ham bola chaqasini boqishga qo'lida hunari bo'lar ekan. Mani bolalarimda shu yo'q deyapti. Hech qanaqa hunar yo'q, biror bir ishni boshlasam oxirigacha bora olmaydi. Men qariygan holatimda ham bolalarim meni qo'limga qarab turibdi. Men bolamni boqaymi, bolasini boqaymi yoki o'zimni boqaymi, juda ham qiynalib ketdim degan hayotda afsus, nadomat juda kuchli o'sha ayolda. Mana shu yerda bitta narsa borki, mas'uliyat. Mana mas'uliyat. Inson mana 65 ga kirgandan keyin mas'uliyatni his qilish holatini kuzatishimiz mumkin-da. Negadir odam mas'uliyatni olgisi kelmaydi. Ko'pincha mana aybdorlik hissini ortida ham mas'uliyatdan qochish turadi. O'zini aybdor his qilayotgan biri qayerdadir mas'uliyatdan qochyapti. Nimadan qochadi o'sha vaziyatda? Chunki o'sha o'zini aybdor his qilayotgan odamda bu qilib berish kerak edi. Men hayotim shunaqa bo'ldi. Menga yordam berishlari kerak edi degan bir ko'rinishda o'zi yelka tutib, jur'at bilan oldinga qadam qo'yishga qo'rqadi. Albatta, bizni hayotimizdagi, ya'ni ota-onani o'zi anglamagan kichik bir o'sha hayotda bir kichik mas'uliyatlarini bo'yniga olmasligi yoki haddan ortiq farzandiga yaxshilik qilaman deb giper g'amxo'rlik ko'rinishiga o'tkazib, bolaga hamma narsani o'zi qilib berib, uni qaror qabul qilishiga qo'ymasdan, uni bir xato qilishiga qo'ymasdan, undagi har bir narsani o'zi mustaqil qilishiga qo'ymasdan mana shu ko'rinishga olib kelishda munosabatlarda tabiiy holki u nafaqat karyerada, nafaqat bir ijtimoiy hayotda, hattoki o'z oilasida ham boshqaruvni ololmaydigan darajaga yetib kelishi mumkin. To'g'rimi? Men ham o'zimni keysim bilan bo'lishmoqchiman. Men mijozimda bitta ayol 1 yildan beri ishlayapmiz u ayol bilan. 2 farzandlari bor. Yoshlari 22 da. O'zlarini qarindoshlariga kelin bo'lganlar. Endi shunaqa 1 yil oldingi boshida kelgan holatlarini aytib beraman. U boshida kelganlarida qaynanalar bilan munosabatlarini aytardilar. Voy, Shahzoda opa, mana shunaqa bo'ldi-de, qo'ymanglar, xo'jayinim bilan hech qayerga chiqa olmayman. Farzandimni ham aylantirib kelishga bora olmaymiz. Hamma ishlarni qilib qo'ysam ham baribir ayb topib man xo'jayinimga aytib beraveradilar. Keyin uyga kirganlaridan keyin xo'jayinim bilan urushamiz. Men isbotlolmayman, men qilganimni imkonim darajasida. Alloh qodir qilganchalik bolani ayblabman. Xo'jayinimning kiyimlarini to'g'rilab qo'yib, uy joylarga qarayman, oyijon ko'nglariga qarayman, lekin baribirga ham qaynanam meni bilmayaptilar, men erimga isbotlolmayapman derdi boshida kelgan vaziyat. Oradan vaqt o'tdi-da, erim ikkinchi ayolga uylanyaptilar deb keldi. Uni ustida ishladik. O'sha vaziyatdan mijozimni olib chiqishga harakat qildim. Keyin chiqdi, ketib ham qolmadi, oila ham buzilmadi, yashadi.
uni xo'jayini bilan munosabatini to'g'irlashga sal qiynaldi. Baribir o'zida ham ancha ilmli oldi, o'zini ustida ishladi. Lekin shunaqa vaziyat bo'ldiki, 2 oy oldin shu suhbatda bo'lganimizda aytdiki, xursand bo'lib qildi. Voy, man endi xursandligidan man xursand bo'lib ketdimda. Voy, nima bo'ldi, nima bo'ldi deb, qaning gapiringchi, eshitaman sizni desam, voy, anaqa xo'jayinim ikkinchi xotinlari bor-ku, o'shani oyijon bilib qopdilar-da. Borib shunaqa janjal qilib, shunaqa sharmandasini chiqarib, voy, jamoat joyida rosa sharmanda qilib tashlabdilar. Mazza qildim man, dedi. O'sha vaziyatda men mijozimni har bir, misol uchun, fikrlarini inobatga oldim, yo'l yo'rib berdim. Lekin men o'sha vaziyatda o'yladimki, bu oilada mana man uni xo'jayinini abyuzer inson deb bilardim. Chunki qo'l ko'targan, bosimli o'tkazgan, hamma narsa tahdidli qilgan. Misol uchun turmush o'rtog'ini yozib yuborganam-da ustidan-da. Endi abyuzniy отношения deb o'ylagan edim. Men keyin bitta qarorga keldimki, u oilada mani mijozimni turmush o'rtoqlari emas, qaynonalari abyuzer bo'lgan ekan. Chunki yillar davomida O'sha erkakni ham ikkinchi munosabat qilishiga onani Ikkinchi. xatti-harakatlari sabab bo'lib qolgan. shuni nazarda tutib aytmoqchi edim. Va ikkinchi turmush o'rtog'ini, ikkinchi oila qilgan ikkinchi ayolini yoshi o'zidan katta ekan. 6 yoshmi, 7 yosh katta ekan. Bu vaziyatda ham yoshligidan ona mehrini ololmagan. Onasiga o'zini isbotlolmagan. Onasini mehrini olishi xolim, nimaga munosabatga kirishganda, mana bu oilasi bilan yashashiga qo'ymagan. Onasi birinchi oilasi bilan ham yashashiga qo'ymagan va ikkinchi oila qilib, ikkinchi oilasidagi ayoli o'zidan yoshi katta bo'lishiga ham hammasiga ona sababchi. Chunki mana yoshligida hozir yuqorida gaplashayotgan hamma fikrlarni inobatga olgan holatda, misol uchun erkak oilada o'g'il farzandli bo'ldingmi, erkak shakllanishi uchun ham otani ham onani hissasi bor. Lekin onani ham o'ziga yarasha anaqa mas'uliyatli qo'shadigan hissasi bo'ladi-da. Mana hozirgi mana shu кейsim bilan bo'lishdim sizlar bilan. Misol uchun shu yerda mana meni o'zimni lichniy fikrim ayta oladiganim, Shu o'g'ilni hozir masalan deylik, o'sha erkak ham o'sha bu munosabatda ham qiyinchilik. Chunki isbotlay olmaganligi uchun o'zini isbotlashga harakat qilib boshqa ayol bilan tajriba o'tkazgan, lekin u munosabatdan ona xabar topib, bu yoqda ham muammo, bu yoqda ham muammo holati. shunaqa. Shu holatda hammasiga baribir ona, mana bu yoqdagi boshidagi ona. Markazda turadigan inson bu ona, farzandi. ya'ni ayol. Yana o'sha munosabatlarga borib taqalamiz, yana o'sha ayollarga borib taqalamiz. Yana ayollar yozadi kommentariyada, nega faqat biz o'zgarishimiz kerak, nega faqat biz o'z ustimizda ishlashimiz kerak, baraka topkurlar. To'g'ri tushuningki, siz juda katta qurolsiz. Siz emotsiyalar manbaisiz. Siz haqiqatdan ham manipulyatsiya qilish bo'yicha, erkak kishiga ta'sir qilish bo'yicha, umuman jamiyatga, atrofga juda katta ta'siringizni o'tkazasiz. Kulishingiz bilan, hattoki bir qosh chimirishingiz bilan ham juda ko'p narsani hal qilishingiz mumkin. Tabiiy holatki, biz o'z jarohatlarimiz, o'z muammolarimiz uchun yonimizdagilarni qiynab qo'ymasligimiz kerak, to'g'rimi? Farzandimiz bu uchun iztirob chekish kerak emas. Okey, ona o'z hayotini qiyinchilikda yashab o'tdimi, imkon berish kerak endi farzand ham o'z hayotini yashashiga, to'g'rimi? O'g'il ham, qiz ham. Va shunaqa holatlar bo'ladiki, ba'zida o'sha qaynonalarni qizlarini hayotiga aralashuvi ham bo'ladi, to'g'rimi? Masalan, kelin bilan qizi bilan o'g'li kuyovini munosabatiga aralashadigan qaynonalar bor. O'sha qizi boshqacharoq hayot tarzini qilaman desa, bu ona qo'ymaydi uni. Yo'q, o'sha ssenariyga tiqishga harakat qiladi. Sen eringni ushlolmayapsan, eringni qo'lga ola olmayapsan, nega aytganingni qildira olmaysan, nega sen shunaqasan, sen kimga o'xshading, sen menga o'xshamading. Buni o'z hayotida bo'lishiga ham qo'ymaydigan onalar bor va bu ham bundoq qaraganda katastrofa deb bilaman. To'g'rimi? To'g'ri, bu yerda ham ona shu darajada farzandlarini o'zlashtirib olishi mumkin. Qizini ham hayotiga aralashadi, o'g'lini ham hayotiga aralashadi. Mana bu yoqda ham qiz onadan to'liq uzilmagan bo'lsa, birinchidan har bitta uyda bo'layotgan vaziyatda onasiga telefon qilib, maslahat so'rab, bo'layotgan gaplarni hammasini yetkazishi mumkin. Aslida 18 ga to'lgandan keyin bizda hissiy jihatdan ota-onadan uzilish va ko'proq o'ziga tayanish, yaratganga ko'proq bog'lanish jarayoni ketishi kerak, separatsiya bo'lishi kerak. Sog'lom holati. Sog'lom holatda, chunki ota-onani qanotlari ostidan
chiqib, mustaqil uchishni o'rganishi kerak. Farzand hammasi. 18 ga to'lgandan keyin u o'zi uchun o'zi javobgar. Hech kimdan maslahat olishi kerak emas. Va turmush qurgandan keyin tim bo'lib ular alohida oila. Va o'sha joyda er-xotin o'rtasida gaplashiladigan gaplarni qaynona ham, qizni onasi ham bilishi kerak emas. Ba'zida bo'ladi, er-xotin urushadi, hamma biladi, kelishmovchiliklar bo'lib ketadi, er-xotin yana yarashadi, bu yoqda kuyovni qaynona yomon ko'rib o'tiradi, maslahat beradi, "Yo'q, endi bu safar mana bunaqa bo'lgin, mana bunaqa tutgin, mana bunaqa gapirgin, nima bo'lib turibdi? Hech kim kelmadimi? San bormadingmi?" Qaynona kuyov bilan yashaydi go'yoki. Ha, mana O'z shu narsa. hududidan turib. Bu narsa ham ko'p bo'ladi, haqiqatan ham qizlar keladi. Onam qo'ymaydi yashashimga deydi. Ona Begonalar emas deng. qizlar shunaqa jarayon bo'ladiki, separatsiya jarayonida farzand tayyor, o'zi mustaqil bo'lishga, hayot uchun mas'uliyat olishga tayyor, ona tayyor emas. Bunaqa paytda bir xil onalarni mazasi qochgan, men bilan gaplashmay qo'yding, sovuq bo'lib ketdi. Mana shu joyda mazasi qochishi ham kuzatiladi. Shunda mijozlar keladiki, onam qo'ymaydi. Endi har xil onalar bor. Toksichniy onalar ham bor. Bunaqa payti ortiqcha gap so'z qilish kerak emas, onani hurmat qilish kerak, xabar olish kerak, lekin uydagi gapni hammasini ham yetkazib aralashtirish kerak emas. Shu bo'yicha bepul darslaringiz bormi? Separatsiyadan uzulish mavzusi bo'yicha. Separatsiya bo'yicha jonli efirlar o'tkazganman Instagramda. Mana shuni ko'rishsa bo'ladi. Separatsiya bo'lmagan insonni hayoti nimalar bo'lib ketishi mumkin. Chunki bu ruhan ulg'aymagan. Ruhan ulg'aymagan inson, aytganingizdek, bola pozitsiyasidagi inson. Bola, bu kichkina bolakayda munosabat ham o'xshamaydi. Pul ham bo'lmaydi va hayotda yutuqlarga erisha olmaydi. Bolaga pul kelsa ham marojnisiga yetadigan pul keladi. Undan ortig'iga uni aqli bo'lmaydi. yetmaydi. Sig'dira olmaydi. Sig'dira olmaydi. Haqiqatan ham ba'zida moliyaviy muammolar haqida ko'pchilik gapirishadi. Nega menda o'xshamayapti, ko'proq pul topishim uchun nima qilishim kerak? Yoki masalanda ayollar ham yoki erkaklar ham shu narsani aytadi-yu, lekin haqiqatan ham bu pozitsiyadan turib katta narsalarni orzu qilish, insonni yoshi katta bo'ldi degani, u tajribali, bilimli degan narsani aytish unga juda qiyin masala. Chunki haqiqatan ham insonni yoshi ulg'aygani bu narsani belgilab bermaydi. Aytadi-ku, aql yoshda emas, boshda deb. Mana shu ko'rinishda insonni sizni albatta shu joyda e'tirof etib ketmoqchiman. Bepul darslarini bemalol Instagram, YouTube kanallaringizda bor. Havola ostida qoldiramiz. Bemalol darslarni ko'rib chiqishingiz mumkin, bepul darslarni. Va shu bilan bir qatorda yana bir mavzuni ko'tarmoqchiman. Albatta bu mavzuni shunday bir holatda aytmoqchimanki, mana shu munosabatlar mavzusida. Albatta, separatsiya bo'lish o'zi bir muammo. To'g'rimi? Alohida masala. Erkak qilib tarbiyalash alohida masala. Shaxsiy holatda hayotda o'zini o'rnini topib ketishi uchun uni mustaqil bir inson sifatida, shaxs sifatida tarbiyalash alohida bir masala. Va yana bir shunday masala borki, bu masala gaplashib ololmaslik masalasi. Ya'ni qizlarimizni nafaqat oilada ona bilan munosabatda biz ko'pincha bolalarimizni o'zimizga qulay qilib tarbiyalaymiz. Bizga xo'p bo'ladigan, itoatkor bolalar ko'rinishida tarbiyalaymiz va mana shu itoatkorlik fonida bola yaxshi bola bo'lib ulg'ayadi, qiz ham, o'g'il ham. Lekin oilada, munosabatlarda masalan o'tiribdi, ijtimoiy tarmoq orqali eri bilan kulishgan, deylik o'sha yetuk obrazdagi ayol va yoki erkakni ko'rganda, eriga qarab yoki er ayoliga qarab, nega bizda shunaqa munosabat yo'q? Nega sen boshqalarga o'xshamaysan? Yoki ayolga qarab, nega siz mana shunday inson emassiz degan ko'rinishda. Mana ko'pchilik munosabatlarda shu narsani kuzatamizki, o'sha er-xotin o'rtasidagi yaqinlik yo'qligini, ya'ni sovuqlik bor. Yaqinlik bu har ma'noda yaqinlik. Tana yaqinligi ham, suhbat yaqinligi ham, emotsional yaqinlik ham, ruhiy yaqinlik ham. Hammasidan uzoq bir holatda. Aynan mana shu suhbat jarayoni erkak va ayol o'rtasida qanday kechishi kerak?
Ayol va erkak har doim bir-birini tushunishi kerakda ular. Hozir ko'pchilik ayollar bilan erkaklar o'rtasida suhbat yo'qolgan. Asosiy ayollarni ham, erkaklarni ham vaqti mana shu internet olamida o'tyapti. Ikkalasi bir-biriga vaqt ajrata olmaydi. Ikkalasi bir-biriga nima kerakligini so'ramaydi, suhbatlashmaydi, bildirmaydi. Ikkalasi ham Suhbatlashmagandan keyin tabiiy holatni bilmaydi. bilmaydi. Ular ana shu internetdagi hayotni orzu qilib, erni xotini esidan chiqib ketadi, xotinni eri. Ular 7-chi osmonda kimlarnidir hayotida yashayotgan bo'ladi. O'zini hayoti qayoqdadir qolib ketgan bo'ladi. Keyin vaqt o'tib, bir chegaraga borganda bilishadiki, kimlarnidir hayotini xayol qilib, o'zligini hayotini unutib qo'ygan va o'zini umrini shunchaki o'tkazib yuborgan. Undan ko'ra mana shu er va xotin ikkalasi o'tirib, suhbat qurib, mayli eri ham, xotini ham romantikani xohlasa, o'shani ikkalasi bir-biriga ayta olishi kerakda. Menga mana shu hayot yoqyapti, biz ham mana shunaqa yashaylik. Agar kim yo er yo xotin qaysidir bo'lsa ham taklifni bersa, ikkinchisi o'ylab ko'radi-da. Kutib o'tirish kerak emasda, to'g'rimi? Ma Qachon erim menga aytsin deb. taklif kelar ekan? deb erim menga mana shu taklifni bersin, keyin men aytaman demasdan, misol uchun ayol xohlayotgan bo'lsa ham aytish kerak, erkak xohlayotgan bo'lsa ham, balkim ikkalasi ham xohlayotgandir. Da. Ayta olmayotgan bo'lishi mumkin. Bo'ladi. Kutuv odamni Senda umriga kibr, menda kibr. Bu turmush qanday bo'ladi degan shunaqa joyda. kutuvdan yo'q bo'lib ketadi. Taklif bergan joyida ham qabul qilmaydiganlar bor-ku. Ha, Endi Juda qabul aytib qiladigani ham bor, qilmaydigani ham bor, lekin kutgandan ko'ra taklif berib ko'rgan yaxshiroq deb o'ylayman. Kutuv hayotimizdagi hamma kerakli narsani yo'q qiladi deb o'ylayman. Taklif Hech narsa berganda, kutish kerak emas. deylik taklif berganda qabul qilmayapti. Xo'p, qanday qilib qabul qildirsa bo'ladi? Mana shu joyda ayollarga женская xitrost kerakda. Erkak kishi eshita oladigan davrlar bor, paytlar borda, o'sha momentni topib olish kerak. Endi birinchi o'rinda ko'chadan kelishi bilan boshlash kerak emas. Qorni to'q payti, kayfiyati yaxshi payti, bundoq dam olganidan keyin, chunki erkak ko'chada ishlaganda 180 gradus, 180 tezlikda ishlayotgan bo'lsa, uni miyasi uyga kelganda u sal bosilguncha ham 1 soatcha vaqt kerak. Pauzaga. Vaqt o'tishi kerak. Keyin ayollar birdaniga talabga o'tib ketadi. Mana shu joyda erkak o'zini qadrsizlangan his qiladi. Shuncha oila uchun qilayotgan ishi ko'zga ko'rinmayotganini his qiladi. Mana shu joyda birinchi o'rinda ayollar gapni boshlayotganda sanab o'tishi kerak. Dadajonisi biz uchun mana shu nima qilayotgan bo'lsa, shularni qilyapsiz. Rahmat, minnatdorman. Ya'ni nimadir taklif berayotganda so'rashdan oldin o'sha insonni tan olish kerak. Qilayotgan ishini, qadrlayotganini tushuntirishi kerak, ko'rsata olishi kerak ayolda. Ana o'sha paytda erkaklarning qulog'i ochiladi. Birdaniga talabga o'tadigan bo'lsa, har qanday u shuncha ishni kim uchun qilyapman, kim uchun ishlayapman, yana bu yoqda talab tugamayapti. Nafaqat ayollarga maqtov, balki erkaklarga ham maqtov yoqadi-da. Paroli bor ular bilan gaplashib. Bu borada ayollar o'zini ustida ishlashi kerak. To'g'ri, internetda o'tiradi hozir, lekin hozirgi kunda kurslar bor, kitoblar bor. Erkak kishini psixologiyasi, ayolni psixologiyasi, qaysi paytda erkak eshitadi, qaysi paytda eshitmaydi. Mana shuni bilishi kerak. Bu borada bilimini oshirishi kerak ayollar. Erkaklarga nisbatan noroziligini ham ishlashi kerak. Chunki hamma o'zi oldindan bor norozilik yig'ilib turadi-da. Qo'yib yuborilmagan xafaliklar, ginalar, hammasi birdaniga portlash bo'lib chiqadi-da ayollarda. Mina portlagandek portlaydi. Oldin og'riqlari bilan ishlagan bo'lishi kerak, noroziliklarni olib tashlagan, keyin turmush o'rtog'ining yaxshi tomonlarini ko'rib, tan olgan ham bo'lishi kerak. Albatta, mutaxassis bilan bu jarayonda ishlamasa bo'lmaydi. Chunki atrofida so'raydigan odami yo'q. Ularni o'zida bir ssenariylarda muammosi bor, qayerga murojaat qilishini bilmaydi, lekin haqiqatdan ham shu o'zini ustida ishlagan, kurslarda qatnagan, o'sha mutaxassislardan terapiya, konsultatsiya olgan ayollarni juda ko'pchiligini men sayohatlarga ochilganini, pullarga ochilganini, munosabatlarga ochilganini ko'rganman. Rostdan ham ko'rganman. Juda ham haqiqatda har qanday bilim inson ongini o'zgartiradi. Har qanday bilim miyaga tushdimi, insonni o'zgartiradi. Sizni bu boradagi keyslaringiz, masalan, o'sha erkak va ayol munosabatda suhbatlashish odobidan. Ayol kishi, misol uchun er eshitishini xohladim. To'g'ri aytganingizdek, hamma narsaga ochilishi kerak. Pulga ochilishi kerak, sayohatga ochilishi kerak, o'qishlarga ochilishi kerak, lekin birinchi o'rinda o'ziga ochilib, o'zini boricha qabul qilib, eriga ochilishi kerak-da. Men mashina aytaman.
ochiladi. Hamma sekin-sekin современем etap-maytap hammasi bo'lib ketaveradi. Lekin er ko'chaga ishlashga ketadi, uyga dam olishga keladi. Uyda uyutini Muhim nuqta. shunaqa. Uyda shunaqa muhit yaratib qo'yish kerakki, uyi orasida hamma yoqlari toza, bolalari tinch, oilasi tinch bo'lsa, keladi. Gaplashishga gapi yo'q bo'lgan taqdirda ham, eriga gapiradigan gapi yoki erini gapiradigan gapi yo'q bo'lganda ham keladi birinchi bundoq erkak kishi juda ham e'tiborli bo'ladi. Keladi, kiyimlarini almashtiradi, ovqati tayyor bo'lsa ovqatini yeydi. Mayli telefonda ovora bo'lar. Mayli ayoli ham tez-tez mayli voy erim ishdan keldi, tez ovqatini bering, man ham tinchiyman der. Lekin shuni ketidan ham sekin boshi ochiladi-da, nima bo'ldi? Charchamadingmi? Bolalar yaxshimi? Onam yaxshimilar deb gapirsa, to'ng'illamasdan o'sha paytda eriga to'ng'illamasdan, deb yaxshi agar o'zi gaplashishni xohlasa, Bu joyda haqiqatan ham mana shu narsani aytmoqchiman. To'g'ri aytdingiz, juda ham chiroyli fikrni aytdingiz. Ayol kishini men nimani xohlayapman? Men o'zi munosabatlarni kutuvlarim qanaqa degan savolga diqqatini qaratish kerak deb o'ylayman. Agar ayol kishi misol uchun deylik, go'zal bir turmush hayotni tanlamoqchi bo'lsa, albatta u biz har doim tanlovlar qarshisida bo'lamiz. Tanlovlar biz uchun muhim. Ko'nglini olish tanlovimiz bor, xafa qilish tanlovimiz bor, aybdor qilish tanlovimiz bor, o'zimizni aybdorlikka kirgizish tanlovimiz bor va yoki hammasini chekkaga surgan holatda biz o'z hayotimizni qurish holatimiz ham bor. Mana shu yerda bir narsaga e'tibor berish kerak deb hisoblaymanki, vaqt, umr bu bizga berilgan juda ham qimmatbaho ne'mat. Biz ko'pincha buni bizda juda ham bemalol deb o'ylaymiz. Tugab qolish haqida o'ylamaymiz. Lekin tugaganda insonda juda katta pushaymonliklar, juda katta bir og'ir holatlar kechishni boshlaydi. Albatta mana shu jarayongacha olib bormaslik uchun, inson hayotidan norozi bo'lib o'tmasligi uchun hamma narsani o'z vaqtida bajarish kerak deb hisoblayman. Va shu o'rinda bizda albatta shu narsani ham aytib o'tishni xohlardimki, insonda vaqt masalasidagi holat, ya'ni har birimiz vaqtimizga e'tiborli bo'lishimiz kerak bo'ladi. Va shu jarayonda yana bir narsani aytmoqchimanki, aziz tomoshabinlar, sizlar uchun yana bir yangilik aytmoqchiman. Bu keyingi podkastimiz uchun hozir ekspertlarimizga rahmat, juda bir chiroyli mavzuni ko'tarishdi va bu mavzuni men albatta sizga taqdim etmoqchiman keyingi podkastda. Ya'ni erkak ko'nglini ovlaydigan ayol. Ayol kishi qanday ohangda gapirish kerak? Qanday so'zlarni aytsa erkakning xayolida negativ tushunchalar, ya'ni salbiy tushunchalar paydo bo'ladi? Qanday so'zlaganda erkak uni jim eshitadi va unga quloq solib uni ma'qullaydi? Albatta ayolning ohangi, ayolning ishlatadigan so'zlari, bu haqida keyingi podkastda albatta sizlar bilan suhbatlashamiz. Bugungi suhbat uchun, bugungi maroqli suhbat uchun barchangizga rahmat. Shunaqangi qimmatbaho bilimlaringizni va vaqtingizni ajratganingiz uchun yana bir bor tashakkur.